endi suvishmasa tez chiqarar ekan. Yaxshi. Bir yaxshi qiziqarli mavzu topdik. Suhbatimizni boshlanishiga. Ko'pchilik ayollar baribir qiziqadi. Ovqatlanish, sog'lom hayot tarzi. Erkaklarimiz esa faqat choyxonani bilishadi. Ovqat yeyish kerak. Ularga ham ko'pchilik endi aytamanda, man o'zimni tanishlarimdan kelib chiqib. Baribir erkak kishi ham, ayol kishi ham ayniqsa 40 yoshdan keyin e'tibor berish kerak. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Hurmatli talabalar, darsimiz ijtimoiy psixologiya va keyingi navbatdagi mavzuyimiz juda ham qiziq mavzu etnopsixologiya masalasi. Etnopsixologiya psixologiya, ya'ni etnik xalqlar psixologiyasi bo'yicha gaplashamiz. O'zi hurmatli talabalar, bu mavzu ham juda ham keng. Yani hamma mavzuni o'zi keng deb aytyapman. Bu mavzumiz ham keng. O'zi xudo xohlasalar 4-kursda manimcha o'tirib qolsa kerak. Etnopsixologiya fani qiziqarli fan. Har bir davlatlarning o'sha sharq xalqlarini alohida, g'arb davlatlari alohida psixologiyasi o'rganiladi. Mentalitet, milliy tuyg'u, etnos tushunchasi, milliy xarakter tushunchalari ko'proq o'rganiladi. Bugun biz sizlar bilan umumiy ko'rib o'tamiz bu mavzuni, hurmatli talabalar. Sizlarga menimcha uy ishi ham berdim shekilli. Ha, beruvdingiz. Ozgina bo'lsa ham ma'lumot qidirib keldilarizmi? Bir 5-10 Ha, minut qidirdik. vaqt ajratsak. Hozir men bo'lmasa o'sha mavzular oila bo'yicha edi-ya. Oila bo'yicha edi. Sani kim biron ma'lumot qidirib keldi? Man qidirdim. Man psixologik adaptatsiyani. Hozir men deyotgan talabamiz menimcha Jumaniyozova, ya? Ha, Jumaniyozova. Sani bo'lmasa o'rtoqlashing biz bilan, topib kelgan ma'lumotlaringiz bilan qanaqa qiziqarli bo'lsa. Yozib olganman ustoz. Faqat e'tibor beringlar, yozib olishni o'qib bermaslik bo'lsin. O'qiganingizda gapirib beravering. Ozgina 1 minut bo'ladi, 2 minut bo'ladi, tushunganingizda gapirib bersangiz bo'ladi. Xo'p, shunga o'rganaylik. Qarang, daftarga qarang, daftarda ketma-ketligini qaravering. O'qib berish bo'lmasin demoqchiman-da. Xo'p. O'zim bilganimcha aytaman, bu narsada ishlab yurman. Adaptatsiyani bilaman. Shaxsning oila, ota-ona bilan bolaning psixologik adaptatsiyasi haqida gapirmoqchiman. To'g'ri, hayajonlanyapmanmi? Yo'q, boshida shunaqa bo'ladi. Shunaqasizlar, gapirmaysizlar, keyin hayajonlanasizlar. Ota-onalarning farzandlariga nisbatan munosabatlari, keyin muomalasi bu jarayonlarda muhim rol o'ynaydi-da mana. Bola, chunki bola ota-onadan o'rganadi. Nima o'rgansa, ota-onadan namuna oladi, shakllanadi, hayoti shundan shakllantiradi. Shuning uchun ota-ona bilan farzandning adaptatsiyasi nimasi muhim rol o'ynaydi degan. Yana ishonch bilan muhabbat kirar ekan bu narsaga. Agar inson ota-ona farzandini ishonch bilan yorqin munosabatda bo'lsa, yorqin munosabat o'rnatishi zarur ekanda. Muhabbat bilan, ishonch bilan voyaga yetgan farzand albatta muvaffaqiyatli bo'lar ekan. Keyin farzandni qo'llab-quvvatlash. Tushunarli bo'lyapti, ustoz? Yaxshi, zo'r ma'lumot. Qo'llab-quvvatlash, xo'p. Qo'llab-quvvatlash. Farzandlarni o'zlarining hayotiy tajribalaridan, ota-ona farzandlarini o'zlarining hayotiy tajribalaridan, xatolar qilishi mumkin mana farzandlarda. O'sha paytida qoyimasdan xatolarini to'g'rilab qo'yish kerak faqat. To'g'rilashni o'rgatish kerak ekan. Qoyib, masalan, qo'llab-quvvatlanmasa, ertaga o'sha o'zining qilgan xatolarini ota-onasiga aytmasdan xatolari kattalayib ketishga zamin yaratar ekanda xatolar. Keyin emotsional muloqot. Farzand bilan bolani farzandi, masalan, men o'zimcha aytaveraman. Yig'layotgan payti, kulayotgan payti, gapirayotgan paytida uni kesmaslik kerak.
To'g'ri. Emotsiyasini chiqargan inson Mhm. u kattalar oldida ham ertaga katta bo'lganda bemalol fikrlay oladigan, o'zini fikrini bildira oladigan bo'ladi. Asosan oilada mana shu his tuyg'ular oilada shakllanadi. Bu Mhm. ichki dunyosidagi ichki so'zlarini chiqara oladigan bo'ladi, emotsiyasini kesilmagan, chopilmagan bo'ladi. Keyin To'g'ri. qadriyatlar asosiy rolini, qadriyatlar, madaniyat, ma'rifat bo'lishi Mhm. kerak uyimizda. Mhm. Bizlarning o'zimizni qadriyatlarimiz, o'zimizni an'anamiz, oilada madaniyatimiz bo'lishi kerak. Bu orqali shaxsning rivojlanish ko'lami kengayadi. Mhm. Qadriyat bo'lsa, rivojlanish kengayadi. Chunki biz qadriyatimizni farzandimizga o'tkazamiz. Bu o'zimizning haq nima desam, urf-odatimiz deydi, oila urf-odati narsa. Mhm. Keyin namuna bo'lish ota-onani ham ota-ona Mhm. aslida farzandga namuna bo'ladigan yagona demayman, asosiy shaxs deb hisoblayman. Chunki aytilganda bolani gaplar bilan emas, harakatlar bilan tarbiyalaymiz deyiladi. Mhm. Ota-onani xatti-harakatidan ko'p narsa o'rganadi farzand. Juda ko'p narsani Mhm. xatti-harakatda o'rganadi. Siz farzandga yolg'on gapirma deb turib, siz uni yonida yolg'on gapirayotgan bo'lsangiz, demak bu можно. Ana u gapiryapti-ku, demak bu не страшно, bu yolg'on nima emas, xavfli emas deb farzand o'sha narsada ketishi mumkin. Sizga bildirmaydi, lekin ko'cha-kuyda xuddi o'sha narsani sekin-sekin shakllantiradi. Psixologik adaptatsiya jarayonida ota-ona bolani tushunishga va ularga yordam berishga harakat qilishi kerak. Bu jarayonda bolalarning ehtiyojini ham inobatga olish kerak. Chunki Masloning piramidada ham bilamiz, ehtiyoj qolmagan joyda rivojlanish bo'lmaydi. Chunki ehtiyoj bo'lmasa, ehtiyojimiz bitmasa, bizda yangi fikrlar kelmaydi. Shuning Mhm. uchun albatta bolani ehtiyojlarini ham inobatga olish kerak. Ular bilan muloqot ko'p qilish kerak. Juda muhim narsa bu muloqot hisoblanadi adaptatsiyada, oila adaptatsiyasida. Mana shu. Maslow ehtiyojlarini aytdingiz-ku. Qaysi ehtiyojlar Mhm. bor edi Maslowda? Birinchi ehtiyojim o'zi Maslow 5 ta qilgan, keyin unga yana 2 ta qo'shilgan. Mhm. Birinchi fiziologik ehtiyoj, Mhm. ya'ni bu yeyish, ichish, nima o'sha. Ikkinchi nima edi? Himoya, Mhm. himoyalanish, ikkinchi himoyalanish. Uchinchi уже ilm olish. Undan keyin kattayib ketaveradi, sekin-sekin bolani xuddi To'g'ri. bolada birinchi ehtiyoj paydo bo'ladi, keyin himoyalanish paydo bo'ladi, keyin o'sha Mhm. ilm olish, mana shunaqa masalan piramida o'zi 5 ta bo'lgan, keyin 7 taga oshish kerak. Mhm. Eng oxirida nima rivojlanish O'zi bilan kommunikatsiya. o'z-o'zini anglash edi oxirida. Da, eng o'z-o'zini anglash. Yaxshi, rahmat. Judayam zo'r. Eng asosiy farzand ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarda qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak? Shu jihatlarni o'rganib kelibsiz. Bir narsa esimga tushib ketdi-da, siz Mhm. qo'llab-quvvatlash dedingiz-ku, fikrini hurmat qilish farzandni. O'sha bo'yicha tadqiqotni kecha ko'rdimda YouTube'da. Aynan Mhm. buni fanatizm masalasida, men o'zimni ilmiy ishim fanatizm bo'yichada fanatizmni miya bilan bog'lashgan. Miyada biz doim o'zimizni fikrimizni himoya qilganimizda yoki bizni fikrimizga qarshi chiqishganda bizda Mhm. shunaqa e, gormonlar bor, aynan shunga mo'ljallangan. Ya'ni himoyani ta'minlovchi gormonlar ishlab chiqariladi. E, Bu gormonlar ishlab chiqarilganda e, miyada limbik tizim ko'proq, o'sha limbik tizimda ko'proq ishlaydida, limbik tizim o'zi hissiyotga javob beradi. Mhm. Hissiyot ortganligi sababli miyadagi o'sha ishchi xotira, ya'ni miyaning o'sha po'stloq qismi tormozlanib qolar ekan ko'proq. Shuning uchun asli aksincha u odam fikri hurmat qilinganligini sezsa, unda u gormonning aksi, o'sha gormon o'zi Da. esimdan chiqib qoldi, u gormonning aksi ko'pincha serotonin, baxt gormoni, shunaqa yaxshi gormonlar ko'proq ishlab chiqariladida, inson ko'proq xotirjam his qiladi. Shuning uchun bolada ana shu baxt gormoni, serotonin gormoni ko'proq ishlab chiqarilishi uchun biz bolani qo'llab-quvvatlashimiz kerakda. Ya'ni ularni qo'llab-quvvatlasak, ular o'zlarini himoyaga o'rganib qolmaydi. Ya'ni Mhm. miyadagi o'sha hissiyotlarga yoki o'zim bir fikrga o'zini fikrini himoya qilib olishga bo'lgan anavi kuchaymaydi. Ya'ni fanatizm nimadan kelib chiqadi? Fanatizm bir fikrni oladida doim o'shani oladi va hech qanday fikrni hisobga olmaydi. Va Mhm. fanatistlar kimgadir tobe bo'ladi ko'proq.
Biz fanatistlarni yoki bir tomonlama qaraydigan insonlarni oilada tarbiyalab qo'yamiz. Ya'ni o'sha bolani nima bo'lsa ham fikrini noto'g'ri yo saniki bunaqa u noto'g'ri bo'lsa ham yoki bo'lmasa ba'zida to'g'ri bo'lsa ham uni jirkab uni fikrini anavi qilmasdan hurmat qilmaslik ularni keyinchalik himoya mexanizmiga ko'proq tushishiga o'sha limbik tizimdagi gormonlar ishlab chiqib bolani fanatga aylantirib qo'yadi. Injiq doimo bir yo'nalishda ketadigan yo keyinchalik o'zini fikrida emas birovga tayanadigan tobe insonga aylanib qolishiga sabab bo'ladi. Birgina o'sha qo'llab-quvvatlash bo'yicha olingan yoki hurmat qilish, fikrni hurmat qilish bo'yicha o'tkazilgan tajriba. Yoki bo'lmasa boyagi taqlid dedingiz. Mana taqlidda shunaqa qilingan, tajriba qilingan Albert Bandura bola o'sha menimcha sizlarga ham o'tuvdim. Bobodol tajribasi bolalarga o'sha ko'rsatilgan bir kishi ana uni urgan, nima deydi, qo'g'irchoqni urgan. Keyin bolaga alohida qo'g'irchoq berilsa, o'sha qo'g'irchoqni o'sha kishi qanday urgan bo'lsa, xuddi shunday taqlid qilgan. Bu nima degan? Inson o'zidan katta, statusi baland insonga doimo taqlid qiladi. Ota-onasi eng birinchi u havas qiladigan hayotda kumiri hisoblanadi. Ayniqsa ota o'g'ilga yoki ona qizga kumir hisoblanadi birinchi. Taqlid qiladi. Taqlid degan gapingizga shunaqa tajribalar. Shuning uchun doimo shunaqa tajribalarni ham o'rganib yuringlar. Bu yanada nima deydi? Fikringizni isbotlagan bo'lasiz-ku. Xo'p, yana kim qanaqa nimani o'rgandi? Bo'lmasa bugunga yetadi. Bir kishi tayyorlanib ketdilar. Kelasi safar yana boshqa kishilar ham tayyorlanib kelsa, unda ham bor domla er-xotin sizda ham bormi? Bo'lmasa er-xotin, sizniki juda ham qiziq ekan. Unda hamma nima deydi, fikrini bildirib ketadi. Qani er-xotin munosabatlarida nimaga e'tibor berish kerak? Qanaqa qonun-qoida bor? Er-xotin munosabatlarida o'zaro tushunish, hissiy yaqinlik va o'zaro hurmat qanchalik yuqori bo'lsa, ularning jinsiy, psixologik mutanosibliklari to'kis bo'lishi va oilada barqarorlik kuzatiladi. Oila barqarorligini ta'minlashda esa er-xotinning munosabatlari o'zaro tushunish, hissiy yaqinlik va o'zaro hurmat darajasini oshirish lozim. Er-xotin o'rtasidagi o'zaro hurmat, o'zaro ishonch, mehr-muhabbat, hamfikrlilik, sadoqat, munosabatlarning samimiyligi oila mustahkamligini yanada oshirishga asos bo'ladi. Asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbek oilalarida er-xotin munosabatlari oilaviy turmush stajiga bog'liq ravishda o'zgarib borishining o'ziga xos ijtimoiy, psixologik, xarakter jihatdan o'rganilgan tadqiqotlardan biri Niyazmetova tomonidan amalga oshirilgan ekan. Er va xotin o'rtasida nikohda qoniqqanlik darajasi, bir-birini tushunish, emotsional intilish, o'zaro hurmat, oilaviy turmush jarayonida o'zgarib, rivojlanib boradi. Daftarni olib qo'ying, daftarni. O'qib beryapsiz. Endi arada baribir o'qiysizmi, qaraysizmi domla? O'qib beryapsiz. Bular yaxshi gapirdilar, o'zlari gapirdilar. Siz bir chekkadan o'qib beryapsiz. Bilinadi-da. Birinchidan qo'yildi bu judayam rahmatullayeva yaxshi tillari yaxshi gapirar ekan, nutqiy jihatdan yaxshi ekan desam, siz o'qib beryapsiz. Arizadan o'zgartirib bunaqa qilyapman domla. Bunaqa qilinglar-da, gapirib berganda not qisqa nimani gapirishingizni o'qib olingda. Keyin o'sha bo'yicha o'zingiz fikrlab gapiring. Shunda nutq rivojlanadi. Yaxshi, ma'lumotlar bor, ishlagansiz, o'qigansiz, yaxshi, rahmat. Xo'p, bo'lmasa endi er-xotin munosabatlarida men o'qim bir tajribani o'qidim. Men o'ylardim, qiziqish boshqacha temperament, boshqacha insonlar bo'lsa ko'proq yaxshi. Temperament jihatdan balkim bu to'g'ri. Lekin qiziqishlar ko'proq bir xil bo'lsa, qiziqishlari oilada er-xotin qiziqishlari ko'proq bir xil bo'lsa, Ketil shunaqa tajriba o'tkazgan ekan. Oilani barqarorligi ko'proq bo'lar ekan. E'tibor berish kerak. Endi yosh oilalarni ko'proq bir-biriga qiziqish. O'zi bekorga ham tanishmaydi oilalar.
qiziqishi bir xil bo'lsagina O'xshamasa uchratmaslikku. o'xshatmasa uchratmas, sevishib turmush qurganda baribir ko'proq turmush quradi yoki ko'proq birga yashashadi. Yoki boshqa tomonlari bor. Shunaqa tajribalarni ko'proq o'rganinglar-da, hurmatli talabalar, qiziqarli bo'ladi. Baribir bo'lgan voqealar, hayotda nima bo'lgan, o'shalarni ko'ringlar, tajribalarni ko'proq o'rganinglar. Shunda yaxshi bo'ladi yana. Xo'p, bo'lmasa bugun mavzuyimizni boshlaylik. Globallik va milliylik an'anasi bilan sizlarni boshlamoqchiman. Globallik va milliylik bir-biriga qarshi tushunchalar, bir-birini to'ldiruvchi tushunchalar. Sizlar qaysi tomondasizlar? Global bo'lishni xohlaysizlarmi yoki milliy bo'lishni xohlaysizlarmi? Qaysi tomondasizlar? Va nega? Ikkalasi ham. Milliy manimcha. Nega milliylikni tanlaysiz? Global. Nega global? Bizani o'zbek mentalitetiga baribir milliylik mos keladi. Oilada ham, bolada ham, любой temada baribir milliylik manimcha yutib ketadi. Yo'q, men masalan global tanlayman. Men ham globalni tanlayman. Nima sababdan? Yaxshi fikringiz, buni ham o'zining yaxshi tomonlari bor. Global fikrlash. Nimaga? Sababi Global Millilikka ham e'tibor qaratish kerak, globallikka ham qaratish kerak-da. chunki Har tomonlama odam shunaqa bo'lishi kerak. dunyoviy fikrlash. albatta dunyo bilan hamnafas bo'lish kerak. Shunday. Shunday. Nima tomoni bor? Zamon bilan hamnafas birga yurish kerak-da. Shuni o'rganinglar-da, sizlar Bilan ham bilan. Bitta gapiringlar, eshitilmayapti. bitta gapiramiz, hurmatli talabalar. Fikr keltirasizlarmi? Isbotini ham keltirishga o'rganinglar-da. Nima uchun? Misol uchun bunaqa, men bu uchun shunaqa, bunaqa Qarang. bir-ikkita Tanlagan sababi global muammolar bilan ishlaymiz-da bizlar. O'sha masalan milliyligimizni yo'qotmagan holatda ham mana shu global muammo bilan ishlash mumkin. Odamlarga yordam berish mumkin. Masalan, bizning sohamiz shu narsada. Menga to'g'ri kelmaydi, milliyligimizga to'g'ri kelmaydi deb kimgadir yordam ko'rsatmay qo'yish, bu ham insoniyatga to'g'ri keladigan ish emas. Yordam berayotgan emas, просто milliylikni tanlayotgan tomonim. Milliylik bizga nima tomoni? Mana globallik deganda misol keltirib ketdi. televideniyani oladigan bo'lsak, masalan, globallik bilan zo'r ketyapti. Masalan, televideniyada chet ellik multiklar, boshqalar kirib kelyapti. Masalan, men pedagogman. Bolalarda 100% o'zini ta'sirini beryapti-da o'sha. Agar bizani milliylikka ozgina e'tibor berib turib, даже o'sha multiklarda ham o'sha bizani milliylikka, o'zbekchiligi to'g'ri keladigan narsalar bo'lganda edi. Biz masalan, men hozir bolalarimga televizor qo'yib bersam ham, telefon tugur televizor qo'yib bersam ham, yonida qarab o'tiraman, xavotir olibdi. Ani masalan, mana qo'pol qaytganda o'pishgan sahnalari ham bor-da. Meni bolalarim bir xilda qarab tursam, bir-biriga o'sha narsani taqlid qilib, masalan, qaytarib ko'rishga harakat qiladi. 4 yosh, 5 yosh hali analiz qila olmaydi-da, u narsa nimaligini-da. Masalan, milliylikka e'tibor berib turib, o'sha narsalarni kiritishmaganda, bizani bolaligimizda multiklar agar ketayotgan bo'lganda, yaxshiroq bo'lardi. Men shuning uchun oilada, imенно oilada milliylikni tanlayman. To'g'ri, ishda boshqada mayli. Lekin axloqiy jihatdan yaxshi milliylik, axloqiy, lekin globallikda yangilik bor, to'g'rimi? Xo'p. Inson rivojlanishi uchun Oila globallik misolida kerak. keltiradigan bo'lsak, men ham fikrimni aytib ketayda. Oila misolida keltiradigan bo'lsak, masalan, milliylikka ko'proq bizning mentalitetimizga mos keladi bu narsa. Endi global deyilyapti. Masalan, televideniyalarda juda ko'p narsalar mana endi yoshlarni jincha fikrini boshqacha qilib yuboryapti-da. Nimaga desak, masalan, aytilyapti, ochiqdan ochiq откровенный aytilyaptiki, qaynona kelin munosabatlari, oila munosabatlari degan paytida oiladagi faqat erga xizmat qilish kerak deyilyapti-da. Bu narsa noto'g'ri-da. Bu yerda qaynona, qaynota bizni o'zbekchiligimizda baribir o'sha oilani, masalan, bizga ham qaynona, qaynotalar yo'l ko'rsatib yomon bo'lmagan, biz ham kelinlarga o'sha yomon bo'lish maqsadida masalan yo'l ko'rsatmaymiz. Mana shu tomonlama menimcha milliylik qadriyatlariga ko'proq quloq solsak yaxshiroq bo'lsa kerak hozirgi davrda. Ko'proq yoshlarimiz o'zini mustaqil fikriga tayanib ketyapti. O'sha eshitgan narsasiga quloq solyapti. Yaxshi. Demak, o'sha oilaviy qadriyatlar, oilaviy munosabatlarda milliylik tomonlama bo'lgan yaxshiroq demoqchisiz. Yaxshi. Ya boshqa oilada hamma endi milliylik anaqa tarafdori bo'ladi. Masalan, bola tarbiyasida ham kattalarga hurmat, kichkinalarga
o'zimizni Endi biz hozir yashaydigan darsdamizku, mintaqamizga qarabdi. Lekin globalligini ham bilish kerak. Bu chunki Tirishqoqlilikka e'tibor bersa Demak, bilan ikkala bog'liq zamonda orqaga qolib ketgan deyishadi-da. Hozirgi bolalar aya siz nimani ham tushunardingiz deyishadi bir xil bolalar. demak, Shunaqa xulosa gaplar ham qiladigan bo'lyapti-da. bo'lsak, hurmatli talabalar, Ikkalasi ikkala ham tomonni kerak. ham tanlamasak bo'lmaydi. Milliy qadriyatlarimiz albatta bizni axloqiy jihatdan tarbiyalaydi. To'g'ri yo'lda bo'lishimizni, munosabatlarimizni normada saqlab berishini ta'minlaydi milliyligimiz. Globallik esa ko'proq hozir Yevropa madaniyati orqali axloqsizlikni targ'ib qilib qo'yyapti. Buni tan olishimiz kerak. Lekin bir tomoni bor, doimo chet el tajribasidan foydalanib turishimiz kerak. Ikkala tomonni ham ushlashimiz kerak albatta. To'g'ri aytdilaringiz. Shuning uchun men plyus minuslarni sanab o'taylik dedim. Yaxshi. Lekin bugun ko'proq e'tibor qaratamiz, hurmatli talabalar, biz o'sha milliy qadriyatlarga yoki har bir xalqning milliy psixologik ko'rinishiga ko'proq e'tibor qaratamiz. Ustoz, mana shu yerda gapingiz bo'ldimda, masalan, inson yashayotgan davlatiga ham qarash kerak-da. Masalan, biz O'zbekistonda yashayapmiz. O'zbekistonda o'sha hamma aytganda o'sha milliylik, aytgan gaplarimiz. Lekin biz masalan boshqa davlatda yashasa-chi, ularni o'zini milliy qadriyatlari bor, ularni o'zini urf-odatlari bor. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Har bir millat qaysi millatdan yashashidan qat'iy nazar, qaysi hududda yashashidan qat'iy nazar, o'sha milliy qadriyatlarni tan olmasdan iloji yo'q. Bu haqida ham hozir gaplashamiz. To'ppa-to'g'ri. U ming global, ming o'zi rivojlangan shaxs bo'lmasin, baribir bu fenomenni e'tiqod yoki bo'lmasa qadriyatlarni, an'analarni chetlab o'tishga haqqi yo'q. Bu haqida gaplashamiz. Chunki inson O'zbekistonda yashasa ham, masalan, boshqa chet elga ko'chib ketsa, chet elda yashasa, O'zbekistonda shunaqa edi, Rossiyada shunaqa edi demaydi. O'shatni milliy qadriyatlar deydi, nima deydi? O'shanga ko'nika boshlaydi. O'sha tartibdan kelib chiqqan holatda munosabatga o'tirishadi. Tartibga ko'nikishadi. Kerak bo'lsa taqlid ham qilishadi. Albatta. To'g'ri. Aytganda masalan yaqinda mana bitta muhokama bo'ldi maktabda, mana shu hijob temasidada ustoz ro'mol o'rab kelishsa maktabga orqadan o'rab kelishsin, qizlar iloji boricha yechinglar deb endi mana shunaqa bo'ldi. Yig'ilishga bordik. Yig'ilishga borganimizda maktab direktori anaqa qildiki, sizlar ham bizni to'g'ri tushuninglar, bu to'g'ri anaqa nima deydi, yaxshi, islomiy tomondan yaxshi o'rangani yaxshi, lekin biz islom anaqasi emasmiz, dunyoviy. Bu maktab keyin bu yoqda har xil millatlar bor. Masalan, ruslar bor, qirg'izlar bor, ular bor. Masalan, ruslarni o'zlari qanaqa xristian diniga anaqa qilishadi-yu, ular e'tiqod qilishadi. Ular ham ertaga bo'yniga deyapti yoki deyapti, mana bular ro'molda kelishyapti-yu o'zlarini nimasi bilan. Bular ham ertaga da'vo qilishi mumkin. Biz ham haqqimiz bor bo'ynimizga qanaqadir xochlarni ilib kelishimizga yo biron nimaga deb o'rtada muzokara bo'lib ketadi. Sizlar to'g'ri tushuninglar, bu nima deydi, yozilmagan shu kitobda ichki anaqamiz deb to'g'ri tushuntirishdida, xuddi mana shunaqa vaziyat kelib chiqadi deb o'ylayman. Shuning uchun teng ishlagan diniy masala, diniy e'tiqod o'sha milliy qadriyatlarni asosi hisoblanadi. Shuning uchun hozir milliy qadriyatlar haqida gaplashdingiz. To'g'ri, milliy qadriyat bo'ladimi, diniy qadriyat bo'ladimi, uni 100% o'sha tomondan turib boshqa qadriyatlarni mensimaslik doimo nizolarga olib keladi. Shuning uchun hozirgi masala shuning uchun shunaqa siyosat yuritiladi. Yurtimizda har bir millatning milliy qadriyatlari, diniy qadriyatlari hisobga olinib, shunga yarasha siyosat olib boriladi. Juda ham ehtiyotkorlikda siyosat olib boriladi. Bu albatta to'g'ri deb hisoblayman. Xo'p, o'zi millatlarni o'rganish ahamiyati, hurmatli talabalar, hozir juda ham oshib boryapti. Nega? Sababi mana yurtimiz butun dunyoga ochilib boryapti. Nafaqat endi oldin faqat SSR yoki Rossiya yoki faqat Xitoy bo'lgan bo'lsa, hozir xudo sekin-sekin boshqa Yevropa davlatlari yoki boshqa hamdo'stlik davlatlarimiz
aynan tinchlik masalalari bir turk davlatlar, misol uchun qozoq, qirg'iz yoki bizga nimani yuklaydi? Ko'proq o'sha millatlarni madaniyatini ko'proq o'rganishimiz va ularni munosabatlarda ko'proq hisobga olishimizni talab qiladi. Yoki sizlar ham kelajakda ertaga balkim yurtimiz o'sha ko'proq baynalminal xalq o'zi shusiz ham yanada kuchayadi. Mana ko'ramiz, metrolarga agar ko'rsangiz hindlarni ko'rishingiz mumkin, xursand bo'laman. Demak, nimadan dalolat beradi? Tinchlik bor bizda, ular kelishadi. Agarda tilni bilsangiz, nur ustiga alonib, ular bilan chiqishib, agarda ularning mentalitetini, tilni bildingiz degani ularni mentalitetini, xarakter xususiyatlarini o'rgandingiz deganida. Shuning uchun ularni xarakter xususiyatini, psixologik xususiyati o'ziga xos, har bir millatni hozir ko'ramiz. Shuning uchun birinchi navbatda ularning tilini ko'proq o'rganishimiz kerak. Tillar dunyoda 4 mingdan ortiq til, illat, xalqlar bor. Har bir xalqning millatini, illatini, xarakter xususiyatlarini hisobga olinmasa, bu juda katta nizoga olib keladi. O'sha millatning milliy qadriyatlari, milliy g'ururi bu juda ham kuchli masala. Xuddiki bir oilada oilani sha'nidek. Agarda sizga boshqa davlatda turib sizning millatingiz haqida qanaqadir haqoratnomuz gaplarni eshitsangiz, sizdagi o'sha kuchsizlik kuchga aylanadi, g'ayratga aylanadi-da, bu nizoga aylanadi. Shuning uchun bu masalalar juda ham nozik masalalar, milliy qadriyatlar. Keyingi masala, hurmatli bir millatchilik, millatparvarlik bo'yicha gaplashaylik. Qachon biz millatparvarlik, qachon bizning millatparvarligimiz millatchilikka aylanib qoladi? Qaysi ko'rinishda, nima deb o'ylaysizlar? Qachon millatchilikka aylanadi millatparvarlik? Ajratganimizda Millatchilikchi Ajratganda. ajratganda. Ha. Вот Ajratganda. o'zbeki o'rislar ko'pincha aytadi, вот o'zbeki churki deydi. Masalan, u o'zini shu millatchilik qilyapti-da. Или masalan maktabda bo'lgan, konflikt bo'lganda Konflikt bo'lganda. da. Или masalan, вот agar deydi, endi men o'zim lично eshitgan gaplarimni aytyapman-da. Agar deydi, если deydi ложкani deydi Rossiya придумывать qilganda, bu o'zbeki кушали бы рукой deyapti deb bitasi menga. Да, хорошо думали. Вот o'shani ustidan urush janjal bo'lib ketadi. Или вот sani tilingda bunaqa, или mani dinimda bunaqa. Undan ham urush janjal bo'lib ketadi. Yana Kam eshitganda. mana bu Toshkentda asosan ko'p uchraydi. Mana viloyatdan kelgan odamlarga mana ruslar нездешники deb munosabatda bo'ladi-da. Нездешники mana bu yerlik emas. Ani ularda ziloniy pasporti-ku, mana ular asosan fuqarosi xohlagan joyga borib yashash haqqi bor-da, o'zbek fuqarosi ziloniy pasport bo'lgandan keyin. Lekin bu narsa не только O'zbekistonda, o'zimizda даже mana qishloqdan kelsam, u edi, bu edi dedi. Lekin bu chet elga borsangiz ham sizni shunaqa deb aytadi. Masalan, turklar yabanchi deydi. Qayerdan sansangiz, O'zbekiston или xo'p, Rossiya, Moskva desam bosh. Но все равно turklar ular biza yabanchi biza. O'sha kelganda Rossiyada ham приезжий deydi. Или churki o'zbeki deydi. Mana shunaqa bu millatchilik shunaqa bo'lib chiqadi. To'g'ri aytyapsiz. Yomon anaqa yomon nima bo'yicha tushunishadi. Lekin men o'ylayman, bizani mana shu fuqarolarimizni boshqa chet ellarga chiqib ketayotganda agar o'zida urf odatini saqlab qolsagina, mana shu ustoz aytgandek o'zimizdagi mana bu qadriyatlarni ushlab qolsa, ular borsa o'zi uchun nima deydi, kurashib, yo'q, meni vatanimda shunaqa, sani vataningda shunaqa bo'lishi mumkin deb aytish mumkin-da. Masalan, avtobusda ham chiqsa, yoshlar hozir ham bir bor yoshlar turib qariyalarga joy beradi, homiladorlarga joy beradi. Lekin siz chet elga chiqsangiz, yosh o'tiraveradi, qari, anaqa hech kim unaqa demay, даже mushugini itini o'tkazdirib qo'yadi. Shunda lekin bizani O'zbekistondagilar borsa, nabarot, ularni
anaqasiga tez og'ib ketishadi. Chunki bizada madaniyat rivojlanmaganligi uchun deb tushunaman shu narsani. Yo'q, voy, или 1-2 oy Dubayda, или boshqa yurtda. Вот Dubayda unaqa emas, Dubayda unaqa. Вот O'zbekistonda bunaqa emas, Dubayda unaqa deb ularniga taqlid qiladi. Именно masalan hozir hijob masalalarini mana aytdi-yu Zarinaxon. O'shanda ham bizada ochiq nima hamma o'zini bizada ko'p millatlilar yashaydi. Biza hozir mana bunaqa ko'zini mundoq ochib olib kiyib yurish bu bizani millatimizdagiga xos emas. Bizani bizada har bitta mana arab nimasiniki bor, Hanafiy bor, nima Shiya bor, nima sufizmmi, nima shunaqalari bor. Mazhablar. Bizani mazhabimiz unga masalan to'g'ri kelmaydi, lekin ko'pchiliklar boshqa mana mamlakatlarda masalan arab davlati ham bizani nima o'sha Hanafiy mazhabida emas, ularniki boshqa, lekin ayollari shunaqa kiyinadi. Bu ham xuddi shunaqada o'sha o'ylaymanki, mana shu fikr kamligimi yo madaniyati kamligidanmi boshqa mamlakat nimanidir ta'sirida tezgina og'ib ketishadi. Boyagi tobelik masalasida, tobelik masalasi qanaqadir buni ham o'lchash kerak. Yaxshi, rahmat. Millatchilik qachon millatchilikka aylanadi degan savolga yaxshi javob berdingiz. Har bir millatda o'zi bor. Har bir millatda o'zi bu stereotip hisoblanadiki, ya'ni o'zingizga boshqa yerdan kelsa, bu tabiiy holat, ya'ni bunga nisbatan salbiy munosabat shakllanadi insonda, tabiiy holat, lekin shunda inson hissiyotlarga berilmasligi kerak. Har doim o'sha paytda doim aqlni ishlatish kerak. Shundagina inson o'zi madaniyatini ko'rsatadi-da. O'sha millat o'zi madaniyatliligini ko'rsatadi. Yoki tolerantlik masalasi bor. Doimo bu siz nafaqat hozir o'zingizning shaxsiy munosabatlaringizda ham ana shu millatlarga doir masalalarda doimo tolerantlilikni ishlatganingiz ma'qul deb hisoblayman. Chunki chidamlilik, ularni hurmat qilish qadriyatlarini yoki bo'lmasa o'z vaqtida sizni hurmat qilinsa, shundagina tinchlik ko'proq suriladi. Yoki mana shu hozir bizda yaqinda bo'layotgan siyosiy mojarolar bo'lishi mumkin. Ularda baribir bizning yurtimizning shunaqa tolerantlik, bag'rikenglik siyosati to'g'ri deb hisoblayman. Bu millatparvarlik deb hisoblayman. Qachon millatparvarlik millatchilikka aylanadi? Siz aytganingizdek, o'sha boshqa millatning qadriyatlari kamsitilsa. Henri Techville shunaqa tushuntirganki, stereotiplarni, ya'ni biz har doim qaysidir guruhga a'zo bo'lamiz. Majburmiz qaysidir guruhga. Siz qaysidir oiladasiz, siz qaysidir ishxonada ishlaysiz, siz qaysidir jinsdasiz, siz qaysidir sinfdasiz. Qachonki siz boshqa guruh a'zo bo'lmagan guruh haqida fikrlaganingizda doimo noto'g'ri fikrlaysiz. Doimo. Chunki nega? Chunki siz u guruhdan bilmaysiz. Shundan kelib chiqqan holatda siz qaysidir millatda a'zo, sizni millatingizdan bo'lmagan millatga nisbatan doimo noto'g'ri fikrlaysiz. Hissiyotga berilib fikrlaysiz. Mana shuni hisobga olgan holatda munosabatlarni shuni hisobga olish kerak. Ya'ni stereotiplar bizga tabiiy holat hisoblanadi. O'sha narsani bilsa ham oqimga qarshi suzmaydi deydi-da domla. Shu oqimga har doim o'shanga berilib, u bizni bunaqa dedi deb berilib ketmaslik kerak. Bu juda ham keskinlikni keltirib chiqaradi-da. Masalan, shunaqa tarixda juda ham ko'p bunaqa hodisalar bo'lgan. Misol uchun arab bahori deymiz, millatchilik bo'lmasa-da baribir noroziliklarni ketidan norozilik. Har doim inson guruh konformizm bor bizda. Ya'ni guruh nima ish qilsa shunga bo'ysunib ketish, guruhga qo'shilish hodisasi juda ham kuchli. Guruh insonni boshqaradi. Agarda siz guruhga qo'shilib qolsangiz, siz hissiyotga berilasiz, aqlingizni unutasiz. O'sha paytda mana millatchilik, millat bilan bog'liq masalalar bu inson g'ururi, vijdoni, qadriyatlari bilan bog'liqda. Shuning uchun bu masalalar insonni aqlini tormizlaydi, boya aytganimdek. Bu masalalar doimiy ehtiyotkor bo'lishimiz kerak.
SSR davrini hisoblasak, endi bizning to'g'ri aytdingiz, man o'zim ham hisoblayman. Bizni millat endi yosh millat. Tariximiz uzoqqa borsa-da, lekin mustaqil bo'lganimizga endi 30 yil bo'ldi. Balkim mana bu milliy qadriyatlarimiz, milliy tuyg'u, milliy ong masalasi boya qaysidir talabamiz norozilik bildirdilar. Misol uchun oliylik, bir-birini himoya qilish, jipsiylik masalalari nisbatan juda ham yaxshi hozir o'sib boryapti. Nisbatan hali bunchalik shakllanmagan, lekin bu o'sib borgan sari mana bu bekorga sportga e'tibor berilmayapti. Bekorga mana shu xalqaro darajadagi bir masalan shunaqa ko'rgazmalarga e'tibor berilmayapti. Bu narsa milliy g'ururini oshiradi. Mana bitta bokschimiz chiqsa, yutsa biz g'ururlanamiz. Yoki musofir bo'lmagan musulmon emas deyishadi. Bir musofir bo'lsangiz, siz o'zingizni yurtingizga bo'lgan mehri shunaqa oshadiki, bu his qilasiz buni. Shuning uchun bu masala mana bu SSR davrida bizda juda ham katta zarba berilgan. Bu masalaga nega? Sababi har bir o'sha mustamlakachilik masalasi, o'sha xalqlarni qaram holatda saqlash masalasi etnopsixologiya fanining rivojlanmasligiga sabab bo'lgan. Bu fan o'zi yangi fan hisoblanadi. Endilik rivojlanib boryapti. Hozir yangi tadqiqotchilar o'rganilyapti. Men bilaman, mana qozoq millatlarida oilaviy munosabatlarni o'rganayotgan opamiz bor bizni kafedrada, yoki boshqa qardosh millatlarimizni milliy xususiyatlari ko'proq o'rganilyapti. Mana sizlar kelajakda xudo xohlasa mana o'zimizni hamkor davlatlarimiz Finlandlarni qiyosiy o'rganishingiz mumkin, yoki bo'lmasa o'sha shimoliy davlatlarni o'rganishingiz mumkin. Juda ham qiziq tadqiqotlar. Bu endi tadqiqotlar qanaqa o'tkaziladi, hozir shu bo'yicha ham ozgina gaplashamiz. O'zi etnopsixologiyada nimalar o'rganiladi? Hurmatli talabalar, xalqlar, millatlar, irqlar o'rganiladi. Kichik guruhlar, kichik millat elatlar ham o'rganiladi. Misol uchun qoraqalpoqlarni o'rganishingiz mumkin. Davlat ichida kichik elat yoki masalan Rossiyada juda ham ko'p elatlar bor, kichik. Bular o'rganilishi mumkin. Ko'proq kichik millatlar o'rganiladi. Nega? Sababi o'sha millatlarni iloji boricha hamkorlikda, ular bilan munosabatlarda ko'proq ular bilan konfliktga kirishmaslik masalasida ular ko'proq o'rganiladi. Lekin ba'zida irqlar, ba'zi millatlar katta guruh hisoblanadi. Lekin shu narsani aytib o'tish kerak, etnopsixologiyada tadqiqot o'tkazish juda ham qiyin. Nima deb o'ylaysizlar? Nega qiyin deb o'ylaysizlar, hurmatli talabalar, etnopsixologiya tadqiqotlar o'tkazish? Chunki millatlarda psixologiyasi har xil-ku. Juda ham ko'p, ha? Dunyoqarashi har xil. Dunyoqarash har xil. Dunyoqarashi, chunki ular qaysi davlatda yashasa, o'zini davlatiga moslashib yashashadi. Ular Har bir uchun millat boshqacha, to'g'rimi? Bitta holatdagi testni har bir millatga o'tkazib olmaysiz. Fikrlashi boshqacha. Dunyoqarashi boshqacha. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Misol uchun siz qaysidir masalani o'rganmoqchi bo'lsangiz, masalan iroda yoki bo'lmasa stressni o'rganmoqchisiz, yoki bo'lmasa o'sha bolalarni deviant xulq atvorni o'rganmoqchi bo'lsangiz, siz qaysidir ma'lum maxsus o'sha chet eldagi testlar ham o'zimizga moslashtirib o'tkazishingiz mumkin. Buni qiynalmaysiz bunchalik bunaqa tadqiqotlarda nisbatan aytmoqchimanki, chunki sizni obyektingiz kichkina. Lekin millatlarni o'rganganingizda sizni obyektingiz juda ham katta sonli aholi. Millionlab bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbeklar, O'zbekistonda 30 million. Chet elga chiqsa Afg'onistonda 10 necha million o'zbeklar bor. Buni o'rganishingiz uchun juda katta kontingentda ishlashingiz kerak. Juda katta yosh toifasi bor. Qariyalar, yoshlar yoki bo'lmasa ularning sinfi, har xil sinfda ishlashingiz kerak. Umuman olganda juda ham qiyin ularning hammasida. Shuning uchun bunaqa testlarni o'zi yo'q. Ko'pincha tadqiqotchilar o'zlari alohida har bir hududdan, o'sha millat yashovchi turli xil hududlardan, turli xil yosh kategoriyasidan, turli xil tabaqalardan har xil
o'sha testlarni olishadi juda ko'p miqdorda. Shuning uchun bu juda murakkab. Ularni korrelyatsiyasi moslashtirish juda ham qiyin. Shuning uchun ko'pincha o'rganilganda etnopsixologik masalalar ko'proq o'sha millatning urf-odatlari o'rganiladi. Yoki tili o'rganiladi. Yoki bo'lmasa o'sha millatning qanaqadir siyosiy jarayoni, siyosiy mafkurasi o'rganilishi mumkin. Yoki iqtisod, shu masalalar umumiy o'rganiladi. Adabiyot o'rganilishi mumkin. Shu masalalar orqali o'rgansa bo'ladi. Misol uchun olaylik, masalan bir tadqiqotda hissiyotlar o'rganilgan. Turli xil millatlarda o'zi hissiy ko'rinish, hissiyotni anglash, hissiy fahmlash, o'zini hissiyotini ko'rsatish juda ham har xil. Misol uchun ayniqsa issiq mamlakatlarda yoki bo'lmasa mana hindlarda, italyanlarda juda ham qiziqqon, jo'shqin xalq. Italyanlar jo'shqin, hindlar esa juda ham bir murosaga keluvchi va agressiv xalq emas, juda ham bir mo'min qobil xalq. Italyanlar juda ham bir agressiyaga kirishuvchan, hissiyotni o'ziga ko'rsatuvchi xalq. Yoki bo'lmasa mana bu finlandlar, nordik xalqlari, ular juda ham samimiy, juda ham har bir narsada to'g'ri so'z va qo'pol hisoblanishadi. Ijtimoiy munosabatlarga juda ham kirishuvchan emas ular. Mana shu hissiyotlar bu qanaqasiga o'rganilgan? Misol ular tillardagi hissiyotga doir so'zlarning o'sha so'z boyliklari hisoblab chiqilgan. Ba'zi bir millatlarda o'sha hissiyotga doir, masalan, agressiyaga doir so'zlar ko'p bo'lishi mumkin ba'zi bir millatda. Ba'zi bir millatlarda etika, estetika, muloyimlik bilan tolerantlikka boy so'zlar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir millatda umuman hissiyotga boy ranglar o'zi kam bo'lishi mumkin. Mana oddiy tilni tahlil qilish orqali o'sha xalqning psixologiyasini tahlil qilsangiz bo'ladi. Yoki endi urf-odatlarni aytmasa ham bo'ladi, ovqatlarni aytmasa ham bo'ladi, millatini, umuman o'sha iqlimini aytmasa ham bo'ladi. Mana shu jihatlar hisobga olinadi millatlarni o'rganishda. Hurmatli talabalar. Xo'p, o'zi kichkina ozgina vaqtimiz qoldi. Sizlar bilan mana bu faktlarni ko'rib o'taylik. Ozgina tadqiqotlar bo'yicha olib keluvdim ma'lumotlarni. O'shalar bo'yicha o'rtoqlashaylik. Qolganini endi vaqtimiz kam. Iloji boricha ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, til va hissiy idrok. Men hozir aytgan tadqiqotim. Buni hozir aytib o'tdim. Ba'zi bir davlatlarda o'sha rangga doir so'z boyligi kam, ba'zi bir davlatlarda ko'p. Yana shunaqaga e'tibor berishimiz kerakki, biz doimo millatlarni o'rganganimizda u yo sharq yo g'arbligiga e'tibor beramiz. Agar u g'arb davlati bo'lsa, unda ko'proq individualizm bo'ladi. Individualizm nima degani? G'arbda ko'proq men bo'lay, o'zini shaxsiy yutuqlari qadrlanadi. Insonlarning inson yutsa, men kuchli-da ularda. Boylik, har bir narsani boylikka chaqish, har bir narsani sababini keltirish, nima deydi? Aniqlik masalasi juda ham kuchli. Sharqda ko'proq ruhiyat, qadriyatlar, sharqda ko'proq jamoa qadrlanadi. Jamoaviy yutuq qadrlanadi. Mana misol uchun Yaponiyada shaxsiy yutuqlar ularda unchalik qadrlanmaydi. Ularda o'zining yutug'idan ko'ra o'sha ishxonaning yutug'i, o'sha jamoaning yutug'i ko'proq ular uchun qadrli. Agarda ular shuning uchun juda ham ko'p ishlashadi. Yaponlar o'sha ishxonam gullasin, yashnasin, o'sha ishxonam yaxshi rivojlansin deb ular o'zini bor pulini berishadi. Bu juda ham zo'r, juda ham yaxshi jamoaviylik har doim ham sharq xalqlarida o'sha psixologik munosabatlarida juda ham qo'l keladi. Bu stress masalasi, depressiv holatlar bizda kam. O'zim baxtlilik hissi nisbatan kuchli, yuqori. Lekin g'arb baxtlilik hissini boshqacha tushunishadi. Ular uchun kategoriyalar boshqacha. Ular uchun ko'proq boylik, iqtisodiy yetishmovchilik emas, iqtisodiy o'ziga to'qlik masalasi ularga ko'proq masala, ko'proq muhim. Bu jihatdan ham
ishimiz mumkin sharq va g'arb xalqlarining o'ziga xosligini. Keyingi masala endi turli xil davlatlarda, xalqlarda oilaning roli har xil. Ayniqsa musulmon xalqida, bizning diniy qadriyatlarimizda oila juda ham muhim qadriyat. Ayniqsa ona, ayniqsa otaga bo'lgan munosabat juda ham ulug'. Chunki hadislarda ham ko'rishimiz mumkin. Onaning qanchalik kuchliligini, masalan, Marokashni bir futbolni ko'rgan bo'lsangiz, qanchalik onasini qadrlab chiqqanini, yoki sharq xalqlari, masalan, Dog'istonda yaqinda bir bokschi yutdi, o'shani ham onasini eslayapti. Bizda oilaviy qadriyatlar juda ham muhim, yoki musulmonlarda ko'proq oilaviy munosabatlar jamiyatda hal qilinmaydi, tahlil qilinmaydi. U ko'proq oilaviy munosabatlar ichki muammo, shaxsiy masala sifatida ko'riladi. Bu masalalar g'arbda boshqacha. G'arbda ko'proq oilaning roli emas, ularda ko'proq o'sha ish muhim. Ularda karyera jihatdan ko'proq e'tibor qaratishadi, yoki bo'lmasa oilada ko'proq mustaqil bo'lishga. Mana oilani o'tgan safar ko'rdik, oilaning turlarini. Qo'm qarindoshga oid oilalar ularda juda ham kam, ularda nuklear oilalar juda ham ko'p. Bizda esa aksincha nisbatan qo'm qarindoshga doir, ya'ni ota-ona bilan yashash muhiti juda ham kuchli bizda. Shu jihatdan ham oilani rolini ko'rishimiz mumkin. Yoki farzandga bo'lgan munosabat, farzand tarbiyasi, ko'p farzandlilik sharqqa xos. Hozir o'zlari ham tan olishyapti, Yevropada juda ham ko'p aziyat chekishyapti. Mana ham farzandlilik iqtisodga juda ham katta ta'sir ko'rsatyapti ularning iqtisodiy. Shuning uchun ular e'tibor berishyapti o'sha unga maternal leave deydi, ya'ni ona dekretga ko'proq dekret berishga harakat qilishyapti. Ko'proq farzand ko'rish uchun Rossiyani ularni ko'proq bola tug'ilganda qanchadir pul berish, shunaqa siyosat yuritilyaptiki, demografik jihatdan muammolar kuzatilyapti g'arbda. Bu nimadan? O'zlarining qadriyatlaridan chekinganlik. Emotsiyalar ifodalanishi jihatdan bu haqida gapirdik. Emotsiya jihatdan albatta har bir xalqda o'ziga xos. Vaqtni qabul qilish bo'yicha har bir xalqda boshqacha ekan, hurmatli talabalar. G'arbda endi ko'proq vaqt, aniqlik, punktuallik masalasi. Nafaqat g'arb, ko'proq o'sha rivojlangan davlatlarda o'zi e'tiborga oling, vaqt masalasiga juda ham ko'proq e'tibor berishadi. Masalan, punktual xalqlar, germanlar, nemislar yoki yaponlarni olsak, ular haqiqatan vaqt, tozalik masalasida juda ham e'tibor berishadi. Lekin endi bizning o'zimiz millatda bu baribir kamchiligimiz. Majlislarga aytishadi, bekorga yarim soat, 1 soat oldin chaqirishmaydi. Bizda shu qadriyatimizga bir yomon tomoni bizga singib ketgan, shu baribir xarakterimiz doimo kechikib boramiz. Buni albatta tarbiyalashimiz kerak, o'zimizni umumiy ko'proq gapirilishi kerak, televideniyada yoki boshqa umumiy. Bu ham og'riqli masala bizda. Keyingisi ish va shaxsiy hayot muvozanati har bir davlatda har xil. Ish va shaxsiy hayot masalasi. Bizda ayniqsa sharq xalqlarida juda ham balans saqlanadi. Ko'p ba'zi bir davlatlarda, misol uchun bizda, misol uchun yaxshi deb o'ylayman, oilaviy qadriyatlarga ko'proq e'tibor qariladi. Lekin masalan Yaponiyada yoki Koreyada juda ham muhim. Oila ham muhim, lekin ko'proq ular ishga ko'milib ketadi. O'sha ish bilan bog'liq kompaniyaning muammolari bilan o'lim holatlari ham ko'p kuzatiladi. Yoki Yevropada ham karyera jihatdan ko'proq urg'u berish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Mental sog'liqning madaniy idroki. Mental sog'liq degani endi aqliy sog'liq, psixologik sog'liq jihatdan turli jamiyatlarda ruhiy kasalliklarga bo'lgan munosabat turli xil. Ruhiy kasalliklarga masalan olaylik, depressiya, tashvishlarni ifodalash ba'zi bir davlatlarda kamroq qabul qilinadi. Masalan, ruslarda ruhiy munosabat, ruhiy depressiv muammolarga, ruhiy munosabatlarga juda ham
qadrsiz qarashadi. Ular ko'proq sog'liqqa e'tibor berishadi ruslar. Shuning uchun mana ularda o'sha holatlar yoki masalan shimol davlatlarda unchalik ko'proq e'tibor berishmaydi. Masalan o'sha finlandlar, shvedlarda yolg'izlikdan uyda o'lib ketish holatlari juda ham ko'p bo'lar ekan. Finlarda baxtli davlatlar deyishadi, endi baxtlilik indeksini ular boshqacha hisoblashadi. Yevropa davlatlari. Ha, ularda o'sha depressiya, o'sha ruhiy munosabatlarga kamroq e'tibor berishadi. Ko'proq jismoniy simptomlarni ko'proq e'tibor berishadi. Ba'zi bir davlatlarda, misol uchun Yaponiya, AQSh davlatlarida ko'proq e'tibor berishadi. Endi ko'proq psixologiya ilmi rivojlangan davlatlar ular ko'proq e'tibor berishadi ruhiy munosabatlarga. Endi Amerikaning siyosatini aytdik, ko'proq individuallik, industrializm, iqtisodiy jihatdan har bir narsa pul jihatdan hisoblanadi. Hindlar esa, hindlarning o'ziga xos, juda ham o'ziga xos millat. Hindlarchalik bir o'ziga xos millat juda ham kam. Birinchidan bu nimadan? Ularning diniy qadriyatlaridan kelib chiqib. Juda bir muloyim xalq. Uni kinosidan ham ko'rasiz. Sodda xalq. Ularning umumiy aqliy ko'rsatkichi ham, intellektual jihatdan ham ular sodda xalqda, tinchliksevar, juda ham tinchliksevar. Va ishga bo'lgan munosabatda ular juda ham bir emas, nima deydi? Qo'l emas, ishga bo'lgan juda ham bir yengil qarashadi hayotga. Bu nimadan? Sababi ularning diniy qarashidan. Sababi ular karma degan anisi bor. Dunyoda bir necha marta tug'iladi degan aqidasi borda. Tushuncha bor. Ularda unchalik psixologik depressiyaga tushish holati juda ham kam. Hayotga unchalik qayg'urib qilishmaydi. Masalan, Amerikada bitta ishini yo'qotsa, ular butun hayotini yo'qotdi degan gapda. Lekin ularda bunchalik emas. Sababi nega? Chunki ular men hayotda o'lsam, yana bir marta tug'ilaman-ku degan fikr, aqida bor. Agar yaxshi inson bo'lsa, u inson bo'lib tug'iladi, agar yomon bo'lib tug'ilsa, u qanaqadir hayvon bo'lib tug'ilishi mumkin degan, shunaqa karma degan e'tiqodi bor. Mana e'tiqodning ta'siri qanchalik ta'sir ko'rsatyapti. Yoki bizda misol uchun bizni musulmon e'tiqodimizda har bir narsani, muammoni Xudoga solish, ya'ni o'zimizni bo'ynimizga emas, kimdandir qanaqadir yomonlik ko'rsak, o'zingni insonni yomon ko'rmada, Allohga topshir, jazosini Alloh beradi degan shunaqa aqida bor. Agar o'zimizga olaversak, u bizga psixologik ta'sir ko'rsatadi. O'z navbatida biz unga yomonlik qilamiz, u bizga yana vijdon azobini uyg'otadi. Shunaqa munosabatlar buziladi. Bu diniy aqidada bizada ustoz. Ha, mana diniy aqidalarning xalqning psixologik xususiyatiga ta'sirini aytyapman-da. Qanchalik ta'sir ko'rsatadi bizning psixologik xususiyatimizga. Masalan, bizni har bir psixologik xususiyatlarimiz o'zbek millati, mehmondo'stlik. Qarang, mehmondo'stlik o'sha dindan kelib chiqadi. Hadislarimizni keltirsak, mehmonni ulug'lash bo'yicha bizni dindan kelib chiqqan mana shu qadriyatlarimiz yoki ota-onaga bo'lgan munosabat, har bir masala o'sha diniy qadriyatlarimiz yotadi tagida. Shuning uchun har doim farzand tarbiyasida diniy jihatdan, diniy qadriyatlar bilan tarbiyalasak, o'z navbatida milliy qadriyatlarimiz bilan hamohang tarbiyalasak, yaxshi deb hisoblayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, hurmatli talabalar? Milliy qadriyat, milliy ongni tarbiyalash doimo farzand kamolotiga juda ham yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ularni milliy ruhda tarbiyalashimiz uchun qanday tarbiyalaymiz? Qanaqasiga ularda milliy ong, milliy ruh kuchaytirishimiz nima deb o'ylaysiz? Ularga avvalo o'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak-da. Har bir aytayotgan gapimizda millatni ulug'lashimiz kerak. Xo'p, yana onani ulug'lash bo'lsa ham o'zimizni ularni ko'zini oldida o'sishimiz kerak. Nima? Qatli bo'lishimiz kerak o'zimiz. Avvalambor. Qadriyatimiz bitta joni millatda emas, o'zi umuman psixologiyada bor-ku, bola ko'proq ko'rganini qiladi-da. Masalan,
bizni milliylikni u bolaga singdirmoqchi bo'lsak, masalan, uni ko'zini oldida o'zimizni masalan qaynona kelin bo'lib tursak hamda endi baribir ona hisobda-yu bizani o'zbek millatida. Qaynonani bir tinglab olmay masalan, ani buving unaqa bunaqa deb turib, yo san bolam meni hurmat qilgin desangiz, u o'ylaydi, o'zi onani hurmat qilmayapti. Demak, men ham shunaqa gapirsam bo'ladi degan anaqa paydo bo'ladi-da bolada. U bitta o'zbek millatida emas, umuman psixologiyada o'zi bor-u. Ko'rgan narsasiga ko'proq amal qiladi-da. O'sha bitta namuna bo'lib berishimiz kerak ularga ko'proq. Faqat gapiravergan bilan emasda, ko'rsatib qilib berishimiz kerak-da. Ular o'shani olib boradi o'sha bola. Va oddagina qadriyatimiz ota-onani hurmat qilish qadriyatimiz. Biz ota-onamizni Qadriyatni shakllantirish kerak oilada. Xo'p, yaxshi. Birinchisi taqlid. Yana boshqa masala. Boshqa tomondan qaraylik, hurmat talabalar, vaqtimiz kam. Taqlid yana boshqa tomonlama. Milliylikni o'rgatish kerak-da. Sadoqatni o'rgatish kerak o'zimizga. Masalan, bitta narsa men darsda shu narsani bilan shug'ullanib ko'rdimda o'quvchilar o'rtasida. O'rganib keling dedim. Hech bo'lmaganda ismini 7 pushti, hali ota-bobolarimizni. Oldin ota-bobolarimizni ustoz 7 pushtini ismlarini bilishganda. Tarixini o'rgan. To'g'rimi? Tarix oiladan boshlanadi. Agar inson tarixini bilsa, u shunda faxr tuyg'usini sezadi ichida. Yana boshqa tomon, yana nimasini o'rgatsak bo'ladi? Hozir menimcha problema shekilli, chunki men ham o'zimdan kelib chiqsam 7 ta ajdodimni bilmayman-da masalan. Endi tarix degan faqat emas, hurmat talabalar. Tarixni o'rganishimiz kerak-da. O'zimiz millatimizni tarixini o'rganishimiz kerak-da. Agarda qarang, men borku bolamni tarbiyalaganda, men Ibn Sinoni, keyin Al-Xorazmiyni misol keltiramanda, o'g'lim, sen mana shunaqalarning avlodisan. Bil deyman-da, matematikada nolni kashfiga nima Al-Xorazmiyning avlodi, mana shunaqa unga misol keltiraman. Sen mana shunaqa buyuk insonlarning avlodi bo'lganing uchun sen o'sha narsadan ketishing kerak. Bu hozir sen Amerikada ko'rayotganlaring bular keyingi shakllangan. Aslingizda bizning o'zbek xalqimizning mana shu joyga borib taqaladi. Mana shu ham katta bir nima bo'ladi. O'zining millatidan faxrlanishiga, o'zi millatiga sadoqatli bo'lishga olib keladi. To'g'ri. Yana bir shu jihatlar borki, hurmatli talabalar, o'sha Vygotsky yoki Jung boy aytdilaringiz, kimdir aytdi, juda ham to'g'ri aytdi. Har bir millat o'zining qadriyatidan kelib chiqib tarbiyalanmasa, u shaxs sifatida haqiqiy barkamol, psixologik barkamol shaxs sifatida tarbiyalana olmaydi. Sababi Jung aytadiki, har bir xalqning, har bir shaxsning rivojida u xalqning madaniyatlari ongsiz ravishda singib ketgan, ongsizligiga. Shundagina u ongsizligida qadriyatlarni o'rgansa, ongsiz ani o'qisa, yana qadriyatlarni o'rgansa, o'zini anglagan hisoblanadi deydi Jung. Yoki Vygotsky ko'proq bolani tarbiyalashda biz ertaklarni, allani yoki afsonalarni, milliy ruhda kiyimlarni kiydirishimiz kerak yoki o'sha milliylikni ko'proq ularga ko'rsatishimiz kerak. Shunda bolada faxr tuyg'usi shakllanadi, o'zida ko'proq motiv uyg'onadi va ko'proq marra maqsadlarni tanlaganda ko'proq ularda kuch shakllanadi deydi. Shunaqa masalalar bor. Shuning uchun psixologiyada bekorga masalan etnik psixologiyani o'tmadik. Siz ertaga psixologik maslahatda ishlaysizmi yoki oilalar bilan ishlaysizmi? Doimo milliy qadriyatlarni ularga singdirishni tavsiya qiling yoki o'sha yo'llarni qidiring milliy qadriyatlar bilan. Shunda bola tarbiyasi yoki munosabatlarda ham yaxshi natija ko'rsatiladi bunda. Xo'p, hurmatli talabalar, yaxshi, rahmat hammaga e'tiborlaringiz uchun. Bu masala juda ham keng, gapirsak gap ko'p. Kerak bo'lsa mana slaydimizni o'zi 3dan 1ni ham o'qimadik. Masala ko'p. Qanaqa savollar? Qiziqarli dars bo'ldi ustoz. Rahmat sizlarga ham, o'zi shunaqa dars, suhbat bo'lishi kerak. Yo'q, mavzu yaxshi ekan. Bugungi mavzu bu dunyo qanaqasidagi nima miqyosidagi qanaqa dars bo'ldi. Millat mavzusi inson ichini
qoliydi-da, g'ururini qoliydi, gapirib yuborganingizni o'zlamay qolasiz. Shuning uchun qiziq mavzu. Boshqa darslarda ham shunaqa aktiv bo'linglar, shunaqa hamsuhbat, bir-birimizni fikrimizni eshitib dars qilsak, shunda men ham sizlardan ko'p narsani o'rganib oldim bugun. Rahmat hammaga. Rahmat sizga ham. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'linglar, hurmatli talabalar. Bo'lmasa zapisini tashlab qo'yaman, prezentatsiyani tashlab qo'yaman. Prezentatsiyani oxirida, hurmatli talabalar, uy ishi bor. Endi o'rganmagan jihatlarimizni mana shu masalalar, atamalar bo'yicha kelasi safar savol javob qilamiz. Ularni o'rganib kelinglar. Shular bo'yicha ozgina gaplashamiz. 10-15 minut keyin o'zimizni anonga mavzuga kirishib ketaveramiz. Kelasi dars undan ham qiziq mavzu. Din psixologiyasi bo'yicha gaplashamiz. Hurmatli talabalar. O'zimiz psixologiyasi. bilan kelsak ham bo'larkan. Bo'ladi, o'zlaringiz o'rganib kelsangiz ham Qanaqa dedingiz ustoz? din psixologiyasi Mavzu? bo'yicha gaplashamiz. Millatlar psixologiyasimi? Bugun Din. millatlar psixologiyasini o'rgandik. Ertaga religion, din psixologiyasi haqida gaplashamiz. Ha. Hop. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Uy ishini tashlab Rahmat. qo'yaman. Rahmat sizga ham.